Biz tilni o'rganib turganimizda imkon qadar yosh bolaga o'xshab o'rganamiz. Yosh bolaga o'xshab qanday, nima degani? Garchi sizni yoshingiz 50 da bo'lsin, 60 da bo'lsin, farqi yo'q. Lekin siz yangi tilga kirib keldingizmi, siz u tilda hali go'daksiz. Go'daksiz degan so'z biroz noto'g'riroq tushunilishi mumkin-da. Yosh bolasiz. Men ham yosh bolaman, siz ham yosh bolasiz. Qanday? Yosh bola masalan dunyoga kelganda birinchi bo'lib nima deydi? Ona deydimi, ota deydimi? Faqatgina yig'lashni biladi. Faqatgina yig'lashni biladi. Toyib degani yaxshi. Mana shunaqangi arabcha so'zlarni qo'shib ketamiz va shu bahonada yodlab olamiz. Yozib yodlashimiz shart emas. Toyib. U birinchi aytadigan so'zi qachon bo'ladi? Ehtimol 6 oydan keyin, ehtimol 8 oydan keyin, ba'zilar 1 yildan keyin gapiradi. Nima deydi? Dada deydi. Dada. Unga dadasi xursand. Meni bolam dada deydi. Vaholanki u chaqaloq nima desa bo'ladi? O'zini otasini mani dada degan bola, mani dada degan so'zidan zerikkanidan, mana shu so'z qulog'iga to'lib ketganidan oxiri dada bo'ldi, qutuldimi, qutuladi-da. Tushunyapsizmi? Demak, biz tilni ham o'rganib turganimizda faqat eshitamiz. Ehtimol ba'zi so'zlarimizni mumkin la nafham tushunmasligimiz mumkin. Lekin farqi yo'q. Siz shuni bilingki, qanchalik ko'p eshitganingiz sari shunchalik o'rganib borasiz. Va ikkinchi darsamiz bo'lsa, men sizga gapiring deganda gapirish kerak. Yosh bolaning kibri bo'lmaydi. Va uchinchisi bo'lsa, qo'rqmasligingiz kerak xatodan. Yosh bola nima deydi? Dada, telefonmi bu? Va vaqt o'tadi. Hech kim unga xato qilyapsan, to'g'ri gapir demaydi. Nanna deydi. Nonni nanna deydi. Dadani dadda deydi. Undan keyin sekin-sekin o'rganadi. Dada bu telefonmi? Dada bu qalammi? Dada bu varoqmi? Men keldim maktabga deydi-da. Men maktabga keldim deyishni vaqt o'tgan sari o'rganadi. Demak, siz boshida xato qilib gapirsangiz, muammosi yo'q. Lekin muammosi qachon muammoyimiz bo'ladi? Siz xato qilishdan qo'rqsangiz va umuman gapirmay qo'ysangiz, mana bu haqiqiy muammo bo'ladi. Men esa buni inshaalloh nazorat qilib borishga harakat qilaman.